Qanaqa qilib moliyalarda xuddi bizga o'xshatib chiroyli yoyib kelish sirini sizlarga o'rgatib qo'yaman. Birinchi o'rinda qalin matraskimizni taqamiz. Bu bizga birinchi o'rinda komfort beradi hamda pokrivalimiz, ya'ni ishbiroq, объемliroq turishiga yordam beradi. Qalin matrask taqib olganimizdan keyin prosinamizni zapravkaga qo'yamiz. Endi eng kerakli joyi ko'pchilik qiladigan xato. Pokrivalda nechta nalchka bo'lsa, hammasini qo'yishmaydi. Misol uchun 6 ta nalchka bo'lsa, 4 tasini qo'yishadi. Chiroyli bo'lishi uchun nechta nalchka bo'lsa, hammasini qo'yish kerak. Podajyalning ichiga ko'rpa soldi. Ko'pchilikdan keladigan savol, podajyalligimizni krujvasi yoki vishipkasi ko'rmayapti. Buni qanaqa qilinadi? Podajyalligimizni 2 marta qarsanglar yoki sizlarda krujva bo'lsa, vishipkasi ko'rinadi. Bir xil shunda borib, shunda tak yoyib keladi. Unaqa qilish kerak emas. Eng kerakli joyini ko'rsatish uchun mana shu aytayotganimizdek qayrish kerak. Endi eng kerakli narsa pokrivalni yoyish sizlarga o'rgataman. Qaranglar, bir xillarning kravati king size bo'ladi. Misol uchun king size pokrival olib turib, kravatdan king size bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? 6 tadan olishgan aytayotganimizdek yoyamiz. Podajyanlik ham shundoq ham o'rtaga keladi. Pokrivalni biz xuddi mana shunaqa zapravka qilib turib, o'rtadan yoysa, past tarafimiz ham xuddi shunaqa ishib turadi hamda объемliroq, yoyilibroq turadi. Agarda komplektingizda plet yoki adyol bo'lsa, uni yoyib tashlash shart emas. Xuddi bizga o'xshab, mana shunaqa chiroyli dekorativni yasatib qo'ysangiz, pokrivalga yanada ko'rk beradi. Pokrivalni ham qanaqa yoyib olishni bilib oldingiz. Ana endi do'konga kelib, shunaqa chiroyli pokrival olib, to'yga boshlashingiz ham bo'ladi.